Hop, hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan Blazer bugun hamma kutgan, hamma so'ragan telefonda qanday qilib sifatli va oson stream qilish haqida video olyapmiz. Jigarlar, video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling, kommentda keyingi videoda nimalarni o'rgatishni yozib qoldiring. Hop, birinchi o'rinda YouTube kanal ochasiz. YouTube'ga kelganda mana plus tugmasi bor. Plus tugmasiga bitta bossanglar N3 keladi, past 3 ta. Bu yerdan jonlini tanlaganinglardan so'ng mana 50 ta obunachiga erishish va jonli streamni ochish. Bu birinchi avval YouTube kanalida 50 ta obuna yig'ish kerak. 50 ta obunadan keyin stream yoqsanglar bo'ladi. Xo'p, 50 ta obunachi ham yo'q deydi. Keyin nima qilamiz deydiganlar bo'lsa, hozir 50 ta obunachidan oshgan kanalimga kirib stream yoqishni o'rgataman. Xo'p, mana jigarlar, 50 dan oshgan obunachilik kanalimizga ham o'tib oldik. Xo'p, endi plus tugmachasini bosamiz. Jonli efir, mana jonli efirga birinchi mana short stream bo'lsa, mana birinchi jonli videoni belgisini bossanglar. Agar short stream qilmoqchi bo'lsanglar, mana vertikal turgan yaxshi, gorizontal bo'lsa short bo'lmay qoladi, vertikal turishi kerak. Xo'p, keyin mana qalamchani ustiga bosasizlar. Qalamchani ustiga bossanglar. Xo'p, birinchi metdan qalamni bosib, eskiz yuklashni bosib, previewga video ustiga rasm qo'yib olasizlar. Kanalda stream ustiga. Keyin make'ga xohlagan narsalarni yozasizlar. Masalan, go stream deb yozasizlar. Keyingi masala ochiqligi. Bu ochiqligi mirovoy, hali liboy odam ko'ra olashligi. Buni albatta havola orqali qilmaysizlar. Hammaga ochiqda yoqib qo'yishinglar kerak. Keyingisi esa qo'yganlari qiziq emas. Screencast turib mana yuraylik. Shuni yoqasizlar mana. Yoqqaninglarda keyin nima desa bo'ladi? Ekran ulanadi, streamda ekran ulanib PUBG kirsanglar bo'ladi. Keyin o'yin nomini kiritish yoki qilmoqchi bo'lgan o'yinlar kiritasizlar. Bu shart emas, lekin kirgizib qo'yganlar ham yaxshi. Keyin bu tavsifiga xohlasanglar Telegram kanal, xohlasanglar bir bola xohlagan narsalar yozasizlar. Xo'p, endi tayyor stream qilishga keyingisini bosamiz. Bosganimizda yo'q bolalar uchun yaratilmagan bosinglar. Keyingisi esa bizga qanaqa menu chiqadi? Mana do'stlar, streamimiz tayyor. Mana nastroykani bosib, mana bu kichkina aytib bo'ladi. Buni bitta bossanglar tepadagi narsa tushadi. Hop, mikrofon yonib, jonli efirni boshlasanglar, jonli efir boshlanadi jigarlar. Endi mana video kamerani yoqsanglar, video kamera yonadi. Mana dumaloqda sizlarning yuzinglar ko'rinadi. Yana bir masala, mikrofonni o'chirib qo'ysanglar, ovoz eshitilmay qoladi. Yoqib olsanglar eshitiladi. Keyin streamni yoqqandan keyin chatni yoqinglar. Bo'lmasa chat pastda chiqmay qoladi. Keyin bemalol bironta o'yinga kirib, jonli efirni bosib, streaminglarni boshlasanglar bo'ladi jigarlarim. Hop, videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Translyatsiyani tugatish kerak bo'lsa, X ni bosasizlar, OK deb bosasizlar. Videomiz shu joyga o'z nihoyasiga yetdi jigarlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videoda nimalar qilishimizni kommentda yozib qoldiringlar. Bu YouTube'ni o'zidan stream qilish. Har xil ilovalar bor. Prism Live, Bigo Live, Streamlabs, Turnip degan ilovalar. Ularni ham qilishni o'rgataman. Sizlarga qiziq bo'lsa, like'lar bosib qo'yinglar jigarlar. Hammalarga rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar.